Demek, hurmatli talabalar, bugungi mavzumiz Mach interferometr lazer optikasining tayanch plitasiga o'rnatish hamda interferension manzara hosil qilish. Demak, kerakli asboblarimiz yorug'lik manbai, gelium lazeri, ikkita yassi ko'zguyimiz, shaffof plastinkamiz hamda mana bu yerda interferension manzara hosil qiluvchi qurilmamiz bo'ladi. Bu yerda demak, manbadan chiqayotgan yorug'lik plastinkaning birinchi qatlamiga kelgandan keyin ikkilanib sinadi. Ya'ni bittasi sirtdan qaytadi, ikkinchisi plastinkaning ichki muhitiga o'tadi. Endi ichki muhitga o'tgan yorug'lik nuri keyingi tarafdan ham sinadi. Unda bittasi sinib bu tarafga o'tsa, ikkinchisi esa mana bu tarafga yo'naladi. Ko'zguyimizga kelgan nurimiz undan o'tib yana boradi. Bu ko'zgudan o'tgan nur ham yana o'tib boradi. Demak, manba bitta edi. U mana bu plastinkada ikkilanib singandan keyin ikkita manbaga o'tib yana birlashadi. Demak, bunda kogerent nurlar hosil bo'ladi. Kogerent nurlarni bilamiz. Demak, bir-biridan faqat faza farqi bilan farq qiluvchi, lekin bir xil chastasiga ega bo'lgan nurlar. Ana endi mana bu yerimizda yordam bering. Demak, bu yerda nurni aynan bitta nuqtaga keltirishga, mana shu nuqtaga, mana meni nurim mana bu yerda turibdi, aziz nurim mana. O'tkazib olavering bu tarafga. Mana ikkita nurimiz. Hozir buni ikkalasini siljitib bir nuqtaga nima qilamiz? Keltiramiz. Shu nuqtaga. Endi tasvirni yana ham yorqinroq, aniqroq ko'rishimiz uchun biz lazerni nima qilamiz? Kuchaytiramiz. Yordam bering. Bossiz. Mana bu yerda interferension manzara hosil bo'lyapti, ko'rsangiz. Maksimumlarda qizil yorqin chiziqlar, minimumda esa qora chiziqlar. Ko'ryapsiz? Demak, mana shu yerda interferension manzara hosil qilinar ekan. Kogerent nurlar bunda qo'llanadi. Texnikada bu sirtlarning notekisligini aniqlash hamda ko'plab spektrlarni ajratishda ishlatiladi. Tushunarlimi? Mana shu laboratoriya edi.